Monster.659 da televizorga chiqaribdi. Eshiting. O'zbekistonlik bloger yangi Jetourni yoqib yubordi. Ijtimoiy tarmoqlarda Monster taxallusi ostida blog yurituvchi Ilhom Ikromovich YouTube sahifasiga yangi sotib olingan Jetour avtomashinasini ataylab yoqib yuborgan aks etgan videoni joyladi. Platformaga yuklangan videoda bloger avtosalondan yangi mashina sotib olgani, keyin esa uni o'rmonga olib borib, ustiga benzin sepib yoqib yuborganini ko'rish mumkin. Bloger bu ishning sababini ochiqlamagan. U avtomashinani ishlarning yurishib ketishiga sababchi bo'lgan insonga sovg'a qilish maqsadida sotib olganini aytgan xolos. Video ostiga esa zo'rlardan zo'r bo'ldim. Bu to'qlikka sho'xlik emas deya izoh yozib qoldirgan. Monster televizorga chiqibdimi? Endi yoshlar va Toshkent teleradio kanaliga ham chiqadi. Shoshmay turingizlar. Gentra katta bolalarning mashinamidi? Qo'limga tushdi Gentra. Sabr qilamiz, videolarda kutamiz. To'ylar muborak katta bolalar.